suhbatimiz qilayotganlar, gunohlarim addushi sizga. Baslarga bas ketma deb onam zo'r tarbiya berganlar bizga. Qo'shib yeymiz. Salat bargi bilan qo'shib yeymiz. Salat bargi bilan qo'shib yeganda juda mazali bo'lar ekan. Koreyscha ramyonimiz. Endi bizda salat deyiladi. Kolbasalar bilan qo'shib yeymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Salat bargi bilan yesa juda ham mazali bo'ladi. Qani kolbasalarni qo'shib salat bargiga mana bunday qilib qo'yamiz. Hop. Hamda qalampir ham qo'yamiz. Keyin penjuza salatimiz edi. Chesnokdan bunday o'rtasidan bo'lmabsizlarda. Endi penduza salatimizdan qo'yamiz. Mana. Mana azizlar, mana shunaqa bo'ladi. Endi sekin buklab turib yeyishni boshlaymiz. Og'zimizga tiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Men sizlarga yeyishni o'rgataman. Mana penduza nimamizga, salat bargimizga soldik. Endi bismillah deb boshlaymiz. Hakkamcan. ana penduza sardolarga penduzani ikki marta aralashtirasizlar. 1, 2. Endi bismillah.